أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى قال وتجب للخليط في نفس المبيع ثم في حق المبيع ثم للجار. Yani bir mazhabının karşıda şepilik hakkı üç türlük hoşnuğa ispatlandı. Üçüncüsüne hoşnuğa desek buludu. Şeriknime hoşnu değişki buldu. Davamlılık billah boğallıktan. Ama Arap tilde bu car deb qalsa car degan söz mu şerik mi işletilib qolishi mumkin. Ve tecibu yani tecibu eş-şuf'a yani hakkı şuf'a lil khaliti fi nefsil mebi'. Ay setilgan nasının üzüde şirik boğan kişiye ispatlanıdı. Yani nefsil mebi' fi nefsil buqa desek buldu. Aş aqar. Şunun da ikkeylen şirik deyli. İkkeylen şirik olsa ma bir şirike özünün nesibesini setitip şirikçilikten çıkartmakçı olsa başka bir kişiye setitip qalsa aqab qalgan şirikininki setilgan ziminni şepilik haqqıdan ilish haqqı var. ثم في حق المبيع undan keyin setilgan narsaning haq huquqida manfaatlarda shirikchilik bo'lgan kishiga isbotlandi. Bu bir xo'shlandimi? Mavo xo'shnoga yaqin mazmun. Shirikchilikdan xo'shnoga yaqinroq mazmun. Ba'zi narsalarda o'rtaq. Masalan, bu o'yinni istadigan go'lodan do'q, shu bir binonda bir istadigan ama udildiki o'yini, ma o'yini bil istadigan go'lo ber. Onun su ambiri ber, balının oynaydigan bağçısı ber, otan kömə qoyduğu ambiri ber. Aşında ortak işletilgan nəsləri, yolları, bağçıları bir boğan kişiye ispatlandı. Summa lilcar. Ondaki üçüncü türe tam hoşna. Tam hoşna olub qalsa, öyünü setib etməkçi olsa, hoşnası şepilik haqqı bilan ala alaydı. Bu muhtarının ibarəsi, amma şərhi gəlsək, Ulamanın o'ttirda ittifoq kelgan bir o'rin bor. U bo'lsa, shiriklarning o'ttirda taqsim qilinmagan g'ayrimanqul mulk bo'lib qolsa, bunda shibilik haqqi shirikiga isbotlandi. Buningda ham ulamolar ittifoq. Masalan, bir uyni ikkaylan shirik oldi. Olgandan keyin bir shirik men nasibamni setib o'tman deb sotmoqchi bo'lsa, shirikining ilish haqqi bor. Yoki shirki uqtirmay setib o'tgan bo'lsa, şirike şepilik bilen ilgalalaydı. Bunu da ittifak olmalı. Ya taksim kılmaya ahvalda. Lekin muşunun da ittifak geldi. Bunun başka türlerde ihtilaflaştı. Yani bir mazhabda şepilik hakkı yukarıdaki taksim kılmayan şirik öyde şepilik hakkı boğandak yana iki türlü mü ispatlandı deb qaraydı. Bu kitapta kelgan türlerinin ikincisi el-Khalid fi haqqil mabiy. Bu mu bir xil shirik yoki bir xil xo'shna deyishki bo'ldi. Masalan, bir o'standan suv ichilgan, bir o'standan suv tutilgan yoki bir xalt ko'chida shirik bo'lgan masalan. Shunda o'rtaq narsalar ko'p. Masalan, o'g'zisi bir deymiz, quduqi bir, axlat sanduqlari bir, bağçısı bir, balla oynaydigan yerler bir, suv istadigan ya uy istadigan gololar bir. Bunda bo'lib qolsa, bunda bir xil shirikchilik, bir xil o'rtaqchilik, qo'shnidarchilik bo'lg'achqa, buningmi shepiylik haqqi isbotlandi. Lekin musho foydalanish aslahalari o'rtaq bo'lgan shirikka nisbatan jumhur ulamolar isbotlanmaydi. Ayni bir mazhab isbotladi. Thumma fi haqqil mabiy degan shu. Haqqil mabiy buna jari qilgandir, haqqida. Buni oldida demoqchi. Aş tertib ra'y qilinadi bir mazhabda. Unda alkan bu ishimlik suvda, yo'lda, ashunda foydalangan aslida shirk bo'lgan kishilar yo'l desak, bu umumiy yo'l emas, mushkillarga xos yo'l.
Manda bir ayığı tugaydigan xalta ko'cha var. Bu xalta ko'chaning ichida ikkalanni o'yga olib qolsa, tutash olmasimi qarim-qarshi qarab turgan bo'lsa, ikkalanning ko'chasi bir bo'lgan ekan, uchinchi bir odamning uyi yo'q. Ikkalanga xos bir xalta ko'chalab qolsa, bu fi haqqil mabiy degan sherik mishaldan chiqadi. Bu bir misolim. Ammo bu ko'cha, umum ko'cha yoki o'ta yo'l bo'lib qolsa, o chaqda bu haq isbotlanmaydi. Buningdan boshqa o'rtaq shirklashgan tarafi bo'lsa mayli, lekin yo'l sababidan emas. Birinchi turi, ma o'yni shirk oldik. Ikkinchi shirk oldikmi? Siz nisyanni satitma pul lazım, ma o'yni satitib boshqa tijorat qilaman desalar, boshqadanga sotamaylar, ma satishlar lazım. Ma tuydimi? Endi ma o'yni ma yolg'iz olsam, udulimda bir uy bor. Bizning ko'cha, xalta ko'chamiz, ikkalanning bir ko'chasi bor. Uniki o'rtaq ashna bolalar o'sha yerda o'ynaydi, jiq narsalar o'rtaq desak, o'sha uduldagi qo'shna ma o'yni sotaman deb qolsam, haqqil mabi' tarafdan shirikchilik bo'lg'achqa ma o'yni shepidiga haqqida ola oladi. Men yertadagi sotamayman degan. Endi uchinchi turliki tam qo'shna deb qolsa, tam ma tarafdan tutasin, oqidan tutasin, mayandan tutasin, tam qo'shna deb qolsa, men qo'shnidan boshqa bir kishiga sotaman deb qolsam, ma o shepidiga haqqida ola oladi. Nolgin yerda shepidiga haqqida isbotlangan kishilar 3 turlik deymiz. حقوق المعنوية الحقوق المشتركة ديمان أنا هذا دليلنا بيان قلش كشته أما الخليط أنا أشو برؤين الشرك آغان شرك نسبة خليط يا مش شرك يعني söz مشنونغا شركي öyle setete yapqa şebilga qisbatlandо deganning dalili Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zi ash-shuf'atu li sharikin lam yuqasim Şirk bo'lgan narsani bo'lishib olmagan shirkka shepilik isbotlandi dedi. Bu kitobimizda kelgan bilan biz yuqorida deb o'tdik-ku. Sahih Muslimda qada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bishfati fi kulli shirkatin lam tuqsam rabatin aw ha'itin la yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dhina sharikuhu fa in sha'a akhadha wa in sha'a taraka fa idha ba'a wa lam yu'dhinhu fa huwa ahaqqu bihi. Yani bir rivayette الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. ناقم شهادة الشفعة لشريك لم يقاسم dedi. Şirk bo'lgan narsani bo'lishib olmagan shirkchilik holati o'rtaq bo'lgan 50% maning 50% maning bunda holatdagi shirkka shepilik haqqi isbotlanadi dedi. Bu nassamda. Yani shirkka shepilik haqqi isbotlanishda nas. Ve amma fi haqqil mabi' endi ikkinchi turlik foydalanishda o'rtaq bo'lgan kishiga shepilik isbotlanadi degan masala kelsak, buning dalili قوله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بشفعة الدار والأرض زمننki xo'shnisi zaminni va uyni shepilik haqqi bilan ilishqa eng haqliq. Bu menda qarasak, mushu foydalanish asarlarida o'rtaq bo'lgan kishi jar deyish bo'ladi, bu mumdosi bo'ldi. Ya'ni mushu lafz shuni ko'rsatadi deyamiz. Yuntazaru imkana g'oiban. Bu shepi agar shu jutda emas bo'lib qolsa, uning kelishiga ma'lum muddat saqlab turdi. Asli odamlar yoki boshqalar setib nima deyish uchun. Idza kana tariquhuma wahidan. Bu ikkalanning ma'nodan ko'chisi bir bo'lib qolsa, ma'vozi mahalli shahid deymiz. İza kana tariquhuma wahidan deganini ko'rsatdi. Ash-sharik fi haqqil mabiyani ko'rsatdi. İkkilerinin mağdağın köçüsü bir olsa, başkadan mağmaylı köçüde, aynı bir xalq köçünün şirki iş köy olab qalsa, mağı satıman deb qalsa, mağı olalaydı o deyinge. Haqqil mabi' tam xo'shni bo'lmasa ishkaylar, lekin qaydandigan meydan, köçüsü va uningdan boshqa shunda bag'chisi hamma narsa o'rtaq bo'lganlar. Jar degan tam xo'shni chaplaqliq tam xo'shni bo'lsa, ondan jar bo'ldi. Ha, endi ashunda bo'lsa, buning oldin bir shepilik haqqi bo'ldi. Endi ash tam qo'shna, ya'ni ashingdan o'rtaq bo'lishi mumkin. Ha? Masalan, shu binodagi tam chaplashib turgan qo'shnimi,
Yani şu go'lodan da o'rtaq qo'shni bo'lishi mumkin. Undan keyin u ham xalit fi haqqil mabi' ham jar bo'ladi. Ba'zida ham shirik ham fi haqqil mabi' ham jar bo'ladi. Uchini isbot bo'lishi mumkin. Ammo bir uyda shunda shepilik talab qilgandan 7-8 chiqib qoldi, 10 adam chiqib qoldi masalan. 10 qo'shni chiqib qoldi. Bu ta'addud ash-shifa'a degan masalada keldi. Wa amma al-jaru falima taqaddam. Undan keyin hada haqqil mabi'ni biz tushundik. Buning dalili mana idza kana tariquma wahidan aniq chiqdi. Bu hadismo sunan kitoblari rivoyat qilgan sayyidis. Mush hadislar ayni vaqtda mushu ikki turlik shirkdan boshqa ikki turlik kishiga shepilik isbotlanmaydi deb qargan Imom Shafiy qatorliq ulamolarga aniq raddiya. Hadis sahih. Yani buna idakan tariquma vahidan deganni u ham bilan to'lg'ulanmagan gap ma'lum. Va ammal jar, ama qo'shniga kelsak, qo'shnidachilik bilan shepilik isbotlanishimi boshqa Imom Shafiy va boshqa imomlar inkor qilgan. Mana bu Hanafiy mazhabining dalili intayin kuchli. Va ammal jaru falima taqaddam. Yani tam qo'shniga shepilik aqlining isbotlanishining dalili yuqorqi hadis deydi. Yuqorqi hadisda Jarıddar haqqı bi şifatidar diyor. Muşu cüz'iyye delil bulalaydı. Muşu bir cümle ayrım hadislardan kelgan. Ularga jar degan so'z nimani bildirdi? Az-zahir fil jaril mulasib. Ma uydagi qo'shnidachilikni bildirishda zahir dalalati bor. Onun boshqa mazmunlarni bildirishi mumkin. Doğruq bu juridiganında kişilerin jar deb qo'yadi. Sherik nima jar deyish mumkin. Mesela ayolini jar deydigan so'z bor arabchada. Biz o'tganda o'qidik-ku, mutolada o'qidikmi? A'shaning she'ri bor, ya jarati bini fa innaki taliqun. Ashunda jarati degan ayolim degan. Jara deganni ayoligini ishlatadi. Bundan boshqa so'zlarga ishlatadi. Undan keyin buning dalili yuqorida o'tgan mushahhis dalil jaruddar haqqu bi shifatidar bu dalil yana uning boshqa dalillar bor. Va li qawlihi sallallohu alayhi vasallam al jaru haqqu bi saqabihi yoki sadulan bi saqabihi deb kelgan. Ya'ni bi sababi qurbihi, ya'ni yaqin qo'shni bo'lganlikdan ash qo'shna o'ziga yaqin bir tutash bo'lgan uylarga shepilik haqqi bilan erishgan haqliq degan bu Sahih Buxoriyda kelgan hadis. Yani bu jardi maqsad nima hozir? Oshunda o'rtaq manfaatda o'rtaqchilik bo'lmagan qo'shnilar demak. Eng oxirgi darajasi. Lekin huququl mabiada o'rtaq bo'lgan tam qo'shnilar qolsa, bu yana ustinki darajaga tava. Mava hech qanday o'rtaq foydalanadigan narsa yo'q. Balki buning darvozasi oq ko'cha qaraydi. Masalan, lekin uyning oqi bizim uyning oqi bilan tutash bo'lsa, buning ya ko'chasi, ya bog'chasi, ya go'losi, ya maydoni hech nima o'rtaq bo'lmasa-mu, bu tam qo'shnilar deganga shepilikga isbotlanadi deydi. Yani İmam Shafiy va jumhur ulamolar musha haqni inkor qiladi. Lekin bu musayyadlar isbotlangan haq. Yani bir mazhabning dalili intayin kuchli. Birinchisi al-jaru ahqqu bi shifatid-dar. Bu hadis sahih, hasanun sahih. İkincisi el-jaru ahqqu bi saqabihi, Sahih Buxoriy rivoyat qilgan. Üçüncüsü İmam Ahmad ve ashab-ı sunan rivayet qilgan. Anish-Sharid radiyallahu anhu enne rajulan qala ya Rasulullah ardun laysa fiha li ahadin shirkun ve la qasmun illa al-jivar. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-jaru ahqqu bi saqabihi ma kana. Bu hadithun hasanun. El-mushadis bunda qarasak ardun laysa fiha li ahadin shirkun ve la qasmun dedi. Bir kimning shirkdorchiligi yo'q, taqsim qilingan shirk emas, hech qanday huququl ma'naviyatning shirk emas. Bunda bir qo'shnidachilik udul kelgan zimin bo'lsa, buni shepilikga qilamdi bo'lsa, al-jar haqq bi saqabihi makan. Qo'shnisi shu eng yaqin bo'lgan uyga, tutash bo'lgan uyga eng haqli deb aniq deyapti. Undan keyin bu tam qo'shniga shepilik haqqi kelishi sahih dalillar bilan isbotlangan. Bizga mazhabda faqat al-Qusiydir bo'lmasdan Imom rahmatullohi va jumhur mazhabida faqat bir sig'lam qildi. Sherik o'tirdiki, sherik
narsani taqsim qilib bo'lib o'tmagan bo'lsa, taqsim qilmagan shu bir uyda masalan 50% sizning 50%ning deb bunda qilsak, o chaqda shirkchilik bo'ldimi? Mushunda shirkiga shiblik haqqi bo'ldi deydi. Ammo bu uyni o'tirdilam kesib, darvozasini ayrim chiqarib, uning ma'dag'a yo'lini chiqarib, bunda qilib olsak, o chaqda bo'ldi tam qo'shniga aylandi. Ha, mush shirk adi nimaga aylanib ketdi? Tam qo'shniga aylandi. Tam qo'shniga aylanganiga shiblik haqqi yo'q deydi. Ya'ni o ashunda bo'linib, yo ayrim-ayrim uy qilinib ketgan ikki parcha uyni, qo'shni setib qolsa, ma'ning uni talab qilish haqqi yo'q. Qachon talab qilish haqqi borda? Shirkchilikni taqsim qilmagan chaqda shu uyning 50%sining 50%ning degan chaqda 50%ni sen haqqini olma deyish haqqi bor deydi. Hadisda dedi-ku, "Shifatul shirikin lam yuqasimda." Taqsim qilmagan bo'lsa, ondan shifa bor. Taqsim qilinib ketgan bo'lsa, qo'shniga aylandi, bu chaqda nima yo'q demak. Fa idza qusimatul hudud va surrifatut turuq fala shifa deydi. Hadisning davomi, Sahih Muslimning hadisining davomi shu. Agar jumhur imom Ahmad ibn Hanbalni bor desa, bormi balkim bordan. Bu odam o'zi hadisni rivoyat qilib turib, o'zi qarshilik qilgandan nimasi bor? Ha, hadisni rivoyat qildi. Chunki u ustozi angan, ustozining bunda angan. Ana angandagi rivoyat qildi. Lekin oyat boshqa bir hadisni rivoyat qilgan. Ash-shifa'atu fi ma lam tuqsam فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاء diye. Yani bir hadis olan iken iki hadisden şunda koyup durup qarab bakıp ma'noli ma deyish mumkin. Bu tercih deymiz bunu. İki rivoyatning birisini tercih qilgan gap. Agar biz yo'llar inoq bo'lsa, yo'llar ayrim bo'lsa, shifasi yo'qdan inoq tursa biz nima uchun yana taqdirni isbotlaymiz? Yani bir mazhabmi? Yani bir mazhab ma rivoyat qilgan hadislarga asoslanib turib, rivoyatning ma'ni oldin o'rin qo'ydi. Ava sizning yani jumhurning qilgan da'voga unda dalil bo'lmaydi deydi. Chunki uningki nima? Dalil muxalafa, dalil xitob. Dalil xitob bo'lgan ekan, dalil bo'lmaydi. Uningga ashu foyda vaqtul hudud degan ashu juz'iyya marfu emas. Rasulullohning so'zi emas u, sahobaning so'zi. Undan ekan ma hadisul marfu muqaddam alal mawquf. Bu tercih qilishning jiq murajjahatlari var. Yani bu mazhab va boshqa ulamolarga da qarab ba'zi ma'ni ba'zan tercih. Ammo ma'nosida Hanifi mazhabining dalili intan kuchli. Sahih hadislar va dalolatimo nas darajalik yoki zohir darajalik. Wa ruya annahu qila ya Rasulullah ma saqabuhu qala shuf'atuhu. Hadis kagini qila masaqabu qala al-jiwar. Ama masaqab. Ash hadisni ash tabi'i dadisi sahabidan rivoyat qildi. Shunama tabi'i al-jar va haqib saqabi degan chaqda tabi'idan olgan kishi saqabu deganninga tushunmay so'rabdi. Tabi'i javob berdi. Ya'ni qala al-jiwar dedi. Qo'shnidachilik dedi. Ana mushu tafsirmi, tafsir tabi'imi ash hadisning dalolatining bizning istidlol qilishda zohir dalolati istidlol qilganligimizning isboti. Mush tafsir kimdan keldi? Tabi'idan. Endi u tabi'i ashuni nerdan shundo? Sahoba hadisdan shundo shu. Undan keyin mushu tafsir mutayyinlashib ketdi demakchi. Ya'ni mushu hadis jarga shepilik isbotlashda nas bo'lmasa zohir darajalik demakchi. Undan keyin yuqorqi bir necha hadislardan 3 turlik shepilik haqqi isbotlandi. Annar aqli dalil va li annaha tathbutu li daf'i darar al-jari min haythu iqad an-nar. Biz shepilik haqqining isbotlanishi ziyon urilishdan saqlanishgan. Shepi ziyon tortmaslik uchun qo'shnining uyiga yangi kishi kelib, nachar odamning birisi kelib turlik aziyatlarni yetkazib beram qilmasin deb shepilik haqqi isbotlanadigan dedi. Min haythu iqad an-nar. Masalan, o't qalab istutakka ko'mitadigan va itharatul g'ubar davomliq chang to'zon chiqarib beram qiladigan va i'la'il jidar tamligiz ko'tarib kun nurini to'sadigan. I'la'il jidar bo'lgandan keyin nima bo'ldi? Man'u daw'un nahar deymiz. Uningdan boshqa masalan
igiz ya turib boshqalarning uyiga qarashi mumkin. Al-ittila ala-sig'ari wal-kibar deymiz. Mushunda bo'lgan ekan, mushi ziyandan saqlash uchun biz shepillik haqqi isbotlandi degan to'q. Undaqki biz mushi hadislarning to'plami va aqliy dalillarning natijasida 3 turli kishiga shepillik isbotlandi. Birinchisi lil khaliti fi nafsil mabi'. Yani aşu bir öy yak bir zaminda şirk bo'lgan kishiga. İkincisi ortak haq huquqlarda, menfaatlarda şirk bo'lgan kishiga yoki qo'shni bo'lgan kishiga. Uchinchisi tam qo'shniga. Ana shu tam qo'shniga shepillik haqqi isbotlandi degan mushqarash Hanifi mazhabning yolg'iz qarashi emas. Hanifi mazhab bilan birga tabi'lardan Sha'bi, Shurayh ibn Sirin, Al-Hakam, Hammad, Al-Hasan, Tavus, Thawri, Ibn Abi Layla, Ibn Shubrima qatorliqlar bor. Hatta Shafi'i mazhabdagi ba'zi ulamolar Hanifi mazhabning mushqarishini tanlagan. Shafi'i mazhab o'zining mazhabini qo'yib dalil oz bo'lg'achqa Hanifi mazhabning qarashini tanlagan. Mesela Qadir Ruyani Shafi'i mazhabdan bazı ashabina yufti bihi ve huwa al-ikhtiyar. İhtiyarat al-Qadir Ruyani ma. Yani bu şuf'atul civar tam qo'shning shepillik haqqi yo'q degan qarash İmam Shafi'ning qarashi, lekin bu qarash sahoba kiramlardan Hazrat Umar, Osman va Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan. Wa tajibu ala ma zakarna min at-tartib. Mushu shepillik haqqi yuqorida biz bayon qilgan tartib bo'yicha isbotlandi. Yani bir mazhab ishada bir tartibni o'tirib qo'ydi ama birinchi turligi aş uyda ikkilan shirk bo'lib qolsa, shirkiga shepillikka isbotlandi. Endi o shirk mushu nasibidan tanazul qildi. Siz nasibangizni kimga satsangiz satinglar, o'zimning 50% nasibam bilan qolama dedimi? Endi degandan keyin bu chaqda bu 50% qismi mushuning kimlarni o'tirda talash kuchida, huququl mushtaraka bo'lgan kishilarni o'tirda talash kuchida. Mushu uyning foydalanish huquqlarida o'rtaq foydalanadigan bir binodikilar bulardan men shepillik qila olaman deyiladi. Lekin ma uydagi shirk men chiqib oldim, olmayman, bu lozim emas dedim. Lekin o'rtaq manfaat jihatdan shirk bo'lganlik qiladi. Endi bu o'rtaq mana bu mahalliki, shu binodagi bizning ko'chadagi kishilar hech qaysi men olaman demadi shepillik qila. Ulardan nima qilgan ekan, bu yerda hech kim bo'lmasa meni o'yamasan, ko'chadagi bir o'ylar chaqirib turdi. Tam qo'shnachilik olma deb u eng oxirida qoladi dedi. Bunun dalili nasıl? Qavli sallallahu alayhi vasallam: "Eş-şeriku ahaqqu minal khalit vel khalitu ahaqqu min gayri." Şirk huququl ma'naviyada shirk bo'lgan kishidan haqliqroq. Huququl ma'naviyada shirk bo'lgan kishi uningdan boshqa, ya'ni tam qo'shnidan haqliqroq demakchi. Ve fi rivayetin el-khalitu ahaqqu minal jar. Yani bir rivayette, bazı rivayetlerde hukukul maneviyatı shirk bo'lgan kishi tam qo'shnidan haqliqroq degan. Lekin bu hadis dedi, shunama Rasulullohning hadisi dedi. Amaliyotda bu marfu holatda kelgan hadis emas. Bu faqatlam tabi'inlarning so'zlaridan iborat. Shurayh al-Qadining shuning so'zlari. Yani mush tartib bilan isbotlandi degan mush hadis Rasulullohga marfu holat tutashmaydi. Tabi'inlarning so'zi. Bundan Hanifi mazhabdan mush tartib hadislar isbotlangan degan so'zi bekorga ketdi. Shunama ma aqmaydigan so'z. Lekin mush tartib hadislar isbotlanmadi desa, aqliy jihatdan isbotlandi deyish mumkin. Sabata aqlan bidalil ma'qul deyish mumkin. Amaliyotda shu dalil ma'qullar isbotlangan narsa. Amrada fashshariku fir-raqaba. Hadislardagi sharik degan so'z fi nafsil mabi'. Shu uyda ikkilan shirk bo'lsa deganni ko'rsatadi. Khalit degan-cho, al-khalit degan aslida sharik degan so'z. Lekin hadislarda shu ma'noda kelgan. Khalit degan fi al-huquq. Ma'naviy huquqlarda foydalanadigan narsa o'rtaq bo'lgan qo'shna yoki shirkda khalit deymiz deydi. Wa li anna ash-sharika akhassu bid-darar. Endi bu aş tartibninki aqliy dalili. Endi hadisning dalili adatda o hadis marfu chiqmadi. Hadis bitirib turamadi, ama endi aqliy dalil shu asos.
لأن الشريك أخص بالضرر. Çünkü yenkagen kişiden en ziyan tatlıqadan kim? Aşinası şirik olan kişi. Mesela bir zavodda ya bir binada ikki şirik olan bolsa, bir şirikin nesibesini bir Xitoyga setibdi. En ziyan tatlıqadan kim? Müslüman şiriki. Summa al-Khalid. Uningdan qasa kim ziyan tatidi? Bir ko'chadagi qo'shnisi, uning balları o'ynaydigan yer bir, o'tan ko'mak qo'ydigan yerlari bir, suv akildigan nimasi bir, mangdigan ko'chasi bir bo'lgan mahalladagi qo'shna undan qasa ziyan tatidi. Uningdan qolib qolsa, undan temi tutash bo'lgan tam qo'shnisi ziyan tatidi. لأن الشريك شاركهما في المعنى وزاد. Çünkü şirik degan Xalit bilan huquqiy ma'noda shirk bo'lgan kishilar tam qo'shni ikkalanga qaraganda bir mazmun ortiq qonunda. Nima? Ya'ni bu shirk amaliyotda shu tam qo'shni emasmi? Tam qo'shni degan mazmun bor bunda. Uning degan huquqiy ma'noda o'rtaq degan mazmuni bor. Uningdan eshib andan buning mulki bunda arasida giralishib ketgan degan mazmun bor edi. Ve kezalike al-Xalit. Hem de ikinci derecedeki ortak eslerde faydalanılan kişi desek, bu şarikel cara fil ma'na ve zade. Bu tam hoşluğa nispeten, bu bir tam hoşlundek, lekin bunun bir artıkçılığı var. Yani hoşlu mu dese hoşuna digili buldu, lekin artık bir mezmun var. Nağınken bunda karışak bu tertip ne bildirdi o? Bir oyunun tam hoşlusu var. Tam hoşuna şepilik hakkını kaçan talep kılalaydı? Bu oyunun şerik fi nefsil mebi', şerik fil hukuk bulmağan çağda ya ki ula buldu biz anmaymaz da tanazil kıygan çağda andı nöbet bunun ki. Kaç tertip boyunca. Birinci türlüke ma anmaymaya buldu. Şepilik hakkını talep kılmayman dese ikincisi tanazil kılsa üçüncüsü bunda tertip boyunca çıkıldı o. Hakkıl mebi oldu. Lekin ikinci qavatda birinci qavatga tam qo'shna. Ma ustimizga bizga nima oldi? Tam qo'shna. Tutash o'g'ach. Lekin 10-chi qavatdiksa bizga nima? Xalit. Huquqiy ma'naviyatda bizning lift birda, bino kirgan darvoza bir, suv ombirimiz bir, yarasida o'tan ko'mak qo'ygan bir, tok, soati binoni hammasi bir. Noniga bu xalit oldu. Lekin shu qavatda turadigan ya bizning ustimizga asimiz turdig'ini jaril mulasib qildi. Mayli xalq ko'chiligi 5-6 uy ular qapas qilingan. Bu shafiyalar ba'zi bir bo'lishi mumkin, ba'zi 15 bo'lishi mumkin. 15 bo'lgan chaqda qasininga birimiz u ayrim masala. Hozir bir ikkinikini misol berib turdik. Ikki bo'lgan taqdirda 10 bo'lishi mumkin, 50 bo'lishi mumkin. Kichik bir shaharchidek bo'lsa 5-600 bo'lishi mumkin. Mesela feyeteraccahu liquvvati sebep. Bundan keyin mesela en güçlü tutaşkan aldın orun turda. Yani başta şerik, onun niqası al-Xalit, onun niqası al-jaril mulasıqdır. Fe in sallama şeriku fir-raqaba, hem de muş uyda şerik olgan şepi men şepilik haqqını talep qilmayman deb qalsa, yasiru ka'allam yakun. Şerik yo'q teklam qaraymiz. Feyaxuduha şeriku fil hukuk. Onlarınki faydalanish aslahalari o'rtaq bo'lgan shirik shepilik haqqa talab qila oladi. Fa in sallama bu men shepilik haqqa olmayman deb tanazul qilsa, sallama degan shu shepilik haqqini tanazul qilsa, shepilik haqqini topshirsa, akhadha al-jar qanda al-mulasib. Tam qo'shna undan ola oladi. Lekin ashkelam deb qolsa, u ikkalan shepilik haqqa olaman deb qolsa, jaril mulasib olmaydi. Raqabat degan ziminning o'zi, ziminning igidachiligi. Jardan maqsad bu yerda val muradu al jarul mulasiq. Bu yerda tam qo'shna ko'zda tutildi. Lekin udul ko'chadagi darvozamizni qarab turgan udul qo'shna emas, tam tutash qo'shna. O'ng tarafdan, so'l tarafdan, ya oq tarafdan, üst tarafdan, ast tarafdan tutash bo'lgan qo'shna al jar shu. Lekin bizning oldimizdagi binoga ya darvozamiz shuning darvozasi qarab turadigan, lekin uy tutashmagan bunda qo'shna emas. Jaril mulasib xalif chiqadi. Jaril mulasib agar ashunda o'rtaq naslda bilib foydalanadigan bo'lsa, xalituldi. Jaril mulasib deb sirf deb qalsak,
Bu başka sıfatı olmasa caril mulasık. Bu halit bulmagan car demekçi. Şadonman. Lekin caril mulasık halit bo'lishi mumkin. Ma tam qo'shna. Bizim bina kirish yo'limiz burg'a. Hozir ma kardo. Mushkelanga xas yo'l ma'lum. Bir peştak mesela. Onun için darvaza bir su bir kildo. Üstündeki su ambiri bir eşkel. Liftimiz bir. Aldıda maşını koyduğu yerimiz bir. Hoşna, jarımlas. Ondan için bunun da artık bir sıfatı olan için bunun imdayımaz halit. Şerik fil hukukul maneviye. Ondan keyin bizden oynamazsan, mağdur bidanı misali. Hazır ma zimindeki öyleyle, pımpanlık öyleysen o. Bina bulmagan öyle. Bunun mesela koça. Koçulu olmasa bir koça. Bununki koça var. Koçaga darvaz qaraydigan koçaga qo'shilib var. Bizning o'yinimizda atlab o'zi tushkul bo'lgan. Mening o'yinimning odamni o'yinlarga tutashsin ama bunda huququl ma'naviy yo'q. Bizning ko'chimiz birmi? Guruh boshqa bir emas, nima bir emas, narsa bir emas. Juda munosabatsiz. Lekin jar. Bundan sonra şu şerikçilikning tertibi yani bir mazhabda hadisler ispatlandı da hadis aciz. Tabiilarning so'zi var, salaf salihlardan. Ondan başka akli delillerle tutashliqning kuchligiga qarab tertibga kitob. Bundan sonra şu mulkda shirk bo'lgan kishi, boshqa sifati yo'q buning. Shirk bo'lgan kishi men olmayman degan chaqda ondan huququl ma'naviyatda o'rtaq bo'lgan shirk o alay dese nasıl? O ammayman diyen çağda andan şirikçilik mi yok? Hukukul maneviye ortak bulmagan tam hoşnu bulup kalsa onunla ispatlandı. Vel muradu el caril mulasık tam hoşna. Peki uduldaki dervazı karışıp durgan tam tutaş olmagan hoşna emas. Ve in kana babuhu ila sikketin ukra. Bu tam hoşna dervazı başka bir koçaga açıldıgan boğusumu bu tam hoşnu buldu. Li'annahu huvellazi yestadirru bima zekerna minel ma'ani. Çünkü tam hoşna yuqurda şebilik hakkından ispatlanish uchun ko'rsatgan sabablar tufayli ziyon uchraydigan kishi shu. Baran şunun qilsa, chang tuzang qilsa, tamni o'rlatib, yo'riqni to'ssa, avratlarga qarasa, ziyon urdig'ini shu. Wa an Abi Yusuf rahimahullah la haqqa lahuma ma'ash shariki fir raqabati wa in sallam. İmam Abu Yusuf rahmetullahi alayh zahir rivayette yuqorqi İmam Abu Hanife ve Muhammed'in kelgan qarashidan o'xshash. Lekin ma'vo g'ayri zahir rivayette kelgan bir rivayet. Mushu bir rivayette sherik fir raqaba bo'lsalar, atwendiki 2-chi, 3-chi shepining haqqi bo'lmaydi. Ma o'yga shirk bo'lgan bir kishi bor. Mushu shirk ilinganlar bo'lsa, shirkiga shepiga keldi shtama. Bu tanazul qilsin, qilmasin al-khalid yoki al-jar deganga shepiga qat'iy bo'lmaydi. Mush odamning shirkning bo'lishi oshkaylarni nimadan mahrum qildi. Ya'ni bu tanazul qilsin, qilmasin. Mavida ishkaylar shirk, biraylar shirk bo'lgan narsasini setirtiman deb qolsa, endiki shirk ma'lumot deyshaq boshlanma. Men olmayman deb qolsa, olmayman deb qolsa, Khalid qildi shepiligakka. U olmayman deb jar qildi demaymiz deydi. Bu odamning bo'lshilallam u ishkaylar shepiligakdan mahrum. İmam Abu Yusuf'ning ajraq rivoyatida mushu qarash keldi. Li'annahu hajabahuma fala haqqa lahuma ma'ahu. Chunki bu 2-chi, 3-chi shepilik haqqidan mahrum qilib qo'ygan, to'sab qo'ygan. To'sab qo'ygan bo'lg'achqa u ishkaylarning shepilikda haqqi bo'lmaydi. Buning dalili qiyas kal hajbi fil miras. Xuddi mirasda boshqa mirasxo'rni mirasdan mahrum qilib qo'yganga o'xshashlar deydi. Masalan, o'lib ketgan kishining dadisi bor. Cho'ng dadisimi bor? Dadisi bo'lsa, dadisining dadisi bo'lgan cho'ng dadisi mirasdan mahrum qiladi. Hajb, hirman. Agar ba'zi ahvollarda hajb qilib, uning darajasini sal nisbasini azaytib qolsa, hajbi nuqson bo'ldi. Masalan, nevrisi bor deylar, o'lib ketganning o'g'li va o'g'lining o'g'li bor. O'g'lining o'g'li mahrum qilyapti. Adam şerik tanazul kılsın bana hakkı yok dedi. Yani ya da ammayman desem o, onun mirasıyla yok demek. Hadir ma şerik, ben şebilik hakkının tanazul kıldım, ammayman dese, anı uyutkildi bana da.
Lekin o'g'li olmayman desa, o'g'lining o'g'li o'tkalamda o'tkalmaydi. Cho'ngda chiqib o'tkalmaydi. Qiyos shu hamda. Va vajhu zohir degan bo'ldi. Zohir rivoyatinki asoslanigini yuqorida degani Abu Sufyan navodir g'ayri zohir rivoyatinki dalil etdi. Yani bu zohir rivoyaning dalili ma zakarna. Biz yuqorida bayon qilgan sabab shu zohir rivoyaning dalili. Sababi shu fanimda yuqorida ikki turli mazmunni bayon qilgan. Birisi mulk tutash bo'lishi, ikkinchisi daf'il adha. Tutash bo'lgandan keyin ana bu bilan boshqa vaqalar bilan buni ziyon urish masalasi borda. Mushi nima? Zohir rivoyaning dalili. Undan keyin birinchi dalil Shafiy tanazul qildi. Men Shafiyga aytdim, ishlatmayman dedim-a. Degandan keyin bunda qarasak, al-Khalid bilan tutash qilma ba. Jarim munosib bilan tutash qilma ba. Buni aziyat etkizsa, etkizadimdo, etkizdi. Undan keyin bu yerda sababi shifa mushkelanda bo'g'achqa keyingilarga yetkiladi deymiz. Wa li annahum istawu fi sababi lakinnahu تقدم لما ذكرنا فإذا سلم عمل السبب في حقهما لزوال المانع كالدين بالرهن وبغير رهن إذا أسقط المرتهن حقه ولأنهم استووا في السبب يعني الشريك والخليط والجار الملاصق شيئا خوشنداچılık yani bunun mulki tutashqanlik jihatdan va u beram qilsa ma'vo ziyon tortgan bo'g'inlik jihatdan hammasi tang barobar bir haq egisi bo'ldi, shifaq egisi bo'ldi. Nima? Lekin ash-sharik oldin o'rinda turdi. Ash-sharik taqaddam. Nimaga asosan? Xalid bilan jar nisbatan ikkalanda yo'q bir mazmun ma sharikda bor. Li ziyadatil ma'na duqobu. Sharikuma fil ma'na va zada. Undan bu sharik bo'ldi, men talab qilmayman deb tanazul qilsa, shepillik haqidan tapqagan ikkinchi, uchinchi o'rindagi ikkalanning haqqi tushib ketmaydi. Bu ittisol va javar va at-tadarrur mush mazmun yanılar bor. Nima? Undan keyin sharik tanazul qilgan holdimi? Xalid va jar shepillik haqqi talab qila oladi. Keddayn. Bir yerde kıyas. Yani delil bir yerde kıyas ibaret. Bir yerde 3 deyin var desek buldu. 3 kaz var. Kazın hemmisi, kazını bahsede talep kılış ornuğa şu hemmisi. Yani kazını talep kılışkı sebep olduğun neyse kaz. Pulunu bahsede talep kılalaydı o. Ahaduma deynun birhanın. Birisi, 3 kazınki birisi ben rana turay teşvik kessili çatakşımıson deyip rana ağan kişi. İkisi rana mıqa. Birisi qarzini puxtalab qo'yish uchun xotirjam bo'lolmay rana turgan. Rana asa buning qarzi qanday oldi? Dayn muvaffaq birrahn. Buni puxtalangan, hujjatlab qo'ygan, u qarz qo'ldan ketmaydigan, hammani ola oladigan bir garantiyalab qo'ygan qarz deymiz. Ma'u kuchli darajada xuddi Şefi meselesinde eşşerik degandek birinci o'rin turdigan. Qaga ikkisi ikkinchi, uchinchi o'rin turdigan qazigilari. Undan keyin dayn muvaffaq birrahn nimaga o'xshadi? Ash-sharikka o'xshadi. Ziyada fil ma'na babında. İkinci darajadagi rana olmagan qaz bu undan tuvan bo'ldi. Uchinchi darajadagi ham shunda. Endi rana olgan kishi qazga rana olib, qazim cho'qim ola olmayman degan odam rani o'ndirib bo'ldi, ammay. Rani o'ndirpadi, bo'ldi, ammadan qazda tanazul qilib o'tdi. Endi u tanazul qilib o'tsa, ikki qazigisining haqqi shunda turamdi ya, u anılarlam tak küçük edemdi. İşkelan haqqi bor, bizning pulimiz borsin deb talab qildi ular. U tanazul qilsa o'zining ishi, bizning pulimiz borsin deb talab qildi. Undan keyin qolgan ikki qazigisi, haq egisi yani haqqini talab qilib turaverdi. Ash ikki haq egisi haqqini talab qilib turaverdi. Ashki al-Khalid val jarga o'xshash. Bu sherikning tanazul qilib, haqqidan tanazul qilsa mahjub bo'lib ketmaydi. Tushunish bo'ldi-ku? Yani shada bir ahvolga qiyos qildi. Masalan, bu yerda ash-sharik, al-Khalid, al-jar. Bu yerda dain murtahin zaman dain adatki dairler deydi mi Allah? Başkasının türesel okşamasının gibi birbirine nispeten adama mühim olan mı birinci
Buni tushuntirishda qiyos qilib ma'noda ramni bilan ma'no deyni muvaffaq bo'lib ketdi. Shuningdek, muvaffaq bo'lganki ma'noga nisbatan bunda ziyadatul ma'na va kuchli birinchi o'rinda deydi. Birinchi o'rinda. Agar tanozul qilmish qanday bo'lsa, masalan, bu yerda bir mashina, sayyara, shundan ma birincisidan qaziya 100 ming, ma'no 100 ming, ma'no 100 ming. Mashina 100 minglar. Daim murtahin bo'lib qolsa, mushu mashinani ra'nagan bo'lsa 100 ming ko'yga, shundan 100 ming ko'yga bir mashinani ra'na turdi, 100 ming ko'yga kelib qolsam, olasizlar. Ma'no 100 ming ko'yimiz bor turdi. Agar 100 ming ko'yga kelib qolsa, mashinani setib 100 ming ko'yga kim oladi? Murtahin oladi. Ra'na oladi oladi. Lekin ma'lum bizdan 100 ming ko'ydan pulimiz vardı, mashinani sotgandan keyin 100 ming ko'ydan şeyden tam bo'lishi emas, 33 ming ko'ydan deyilmaydi. Chunki ma'vo ojiz mashq. Endi bu ma'vo 100 ming ko'y bilan tanozul qildim deyapsiz-ku. Ma 100 ming ko'yni qadaqlamas. Ma ikkalanga 50 dillan bo'lib bermas. Undan ekan, ma sherik tanozul qildim desa, bu ikkisini so'rab, hamma shebilik haqqında bekor qilatamdi yoki ma ikkalini haqqi qilamdi? Ma ikkalini haqqi qildi dedi. Ma qiyos nihoyatda joyida qiyos. Sherik sharikatni ma'no vazolat bilan sharikdan jarish qism darajat orqa ziyoda. Khalid degan musharik fil huquq dedik. Jar fil huquq. Jar deganimiz tam tutash olgan qo'shni. Sherik desak, ma'lumni biz tang'ag'amdi. Ama 50% buningda 50% olgan bu 50% ma qo'shninki uyi tam qo'shni bo'lgandan bakrak men tutashib ketgandimmi? Yani buningdan ortiq bir mazmun bormanda. Mulkimiz girashib ketdi. Hatta bizning mulkimiz bo'lsa, ma bulon ya ma uy bilan oilasining digilolmaydigan. Sha'i' baynana 50% ma uysinin deyilmaydi uni. Ma uyning yerimi bilan lekin falan taraf demaymiz ha. Bunda girashib har bir santisi bir santiga aralashib ketgan manda holatda deymiz. Bunda jaril munosibdan ustirak turdi. Marafiq desa, bunun ma ko'chidagi lefet vaqiza emas, ma uyga chigandan keyin hammam muncha oshxonadan tortib hammani o'rtaq ishlatamiz biz. Ma chiroq yoqsak, ikkalaning mulkiga tang tushdi. Undan keyin Xalidning mazmuni bor. Uningdan sirta shunda bir qo'shnichilik, shirikchilik nimasi bor. Undan keyin bu birinchi darajada turdi. Undan keyin sherik o'zining haqqini tanozul qilib qolsa, al-Xalid bilan jar o'zining haqqini yana jari qildirib bu bir qiyos iborat ekan. Va haqqul mabi'i, endi haqqul mabi' degan nima iborat? Huququl mushtaraka, o'rtaq aslahalar dedik-ku. Shu nima iborat? At-tariqul xos. Bu bir misol endi. Ikkalanga xos bir ko'cha bo'lsa, xalq ko'cha deymiz. Boshqalar mangmaydigan, shu ikkalanlar mangadigan, endi ko'chalab qolsa, yo'lolab qolsa, va ma la yakunu nafida. Ma la yakunu nafida xalq ko'cha deymiz. Yani başkaga o'tib ketgan olmaydigan, oyog'i uzildigan ko'cha bo'lsa, yani mushu xalq ko'ch sababidan shebilikka qildigan mushunda Xalidga nisbatan sharti sihhati thubuti shifa deymiz. Mushunda o'rtaq narsa bo'lishi shart. Al-Xalid fil huququl ma'naviyya bo'lishi uchun o'rtaq bo'lmay hamma kishilar shu shaharga hammadan ishlatadigan ko'cha bo'lib qolsa, yoki shunda aslal bo'lib qolsa, o'chaqda Xalid fil huququl ma'naviyya bo'lmaydi. Va nahrul xos, ikkalan xos ishlatadigan iriq ekan. Va huwa ma la tajri fi sufun. Unda masalan kiymaydi ekan. Faqat bilan bir o'stan bizning uyning oldiga kelib bilan yo yo'qolib ketadigan yoki boshqa bir yer o'tib ketadigan, lekin umum haq foydalanmaydigan shunda bir iriq bo'lib qolsa, o'stan bo'lib qolsa, bu kitobda bergan misollar. Lekin undan boshqa biz bir necha misol berdik-ku. Ve su ambiri bir olsa, ko'chisi bir oldu, işletilen ügüsü, axlatxonasi, bağçısı, balla oynaydigan yerleri, gölleri aynı ortak olsa deb lifti bir mesela. Çoğun darvazası bir diyendek aynı ortak naslini ko'rsatdi. Lekin bu kitobda xas yo'l bilan xas iriqni misol qilib berdi. Qala va tuqsamu ala adad ar-ru'us. Al-mush sharik va Xalid
vel jar. Bular birden bo'lishi mumkin, ikki bo'lishi mumkin, ko'p bo'lishi mumkin-ku. Bundan keyin bu binada 50 gadan bo'lsa 50 ga xalit oldi. Tamam. Ba'zi bir uyni 10 adam olgan bo'lishi mumkin, shirik. Bir binani 10 adam olgan bo'lishi mumkin. Bunda shepiylik ko'plab ketib qolgan ahvolda, mesela shirik deydi. Shirik hammasi tang pay olgan bo'lishi mumkin yoki ortiq yoki kam olgan bo'lishi mumkin. Bir ziminni oldi, 3 adam oldi. Birisi 50%, birisi 10%, birisi 40% bunda bo'lishi mumkin. Miyada bir misal o'tdi. Suratuhu darun bayna thalatha. 3 kishi bir quruni, bir ziminni sotib oldi. Li ahadihimun nasf. Birisi 50% ni oldi. Al-akhar fulus. İkincisi 3'ten 1'ini yaptı. Al-akhar as-sudus. Üçüncüsü 6'dan 1'ini yaptı. Ba'a ahaduhum nasibahu. Ularning biri nesibesini sattı. Feşşuf'atu lil baqina ala sawa. Mesela sahibin nisf setet 50% nesibesi olan kişi setetma. İki şerik, birisi fulus ve sudus 6'da kaldı deyler. İkiyle ben 3'ten 1'de şerik olandım. Ama 3'ten 1 miqdarda şu nisbat bo'yicha shepilik haqqini olaman. Sen 6'dan 1'ga shirk olgan 6'dan 1 nisbatda olsa demaydi. 10% shirk olgan kishimi o'xshash, 60% shirk olgan kishimi o'xshash. Adam soni bo'yicha, shirk soni bo'yicha taqsim qildi. Ba'ahaduhum nasibahu fashfa'atu lil baqina ala sawa. Nanki sahibi sulus bilan sahibi sudus o'xshash haqqi bor shepilikda. Tang baravar ala sawa. Listivai ma fi sabab wa huwa al-ittisal. Chunki bular shepilik sababida tang baravar, u bo'lsa-mu tutash bo'lish. Nisbatda taraf qilmadik. Masalan biz tam qo'shna dedik. Yani mesela aqimizda ikki qo'shna deylar, aqtamda. Başka bir ko'chaga chiqadigan. Buning birisinin uyi bizdan 2 metr tam doirasida qo'shna, birisi 10 metr temizga qo'shna ekan. Yani chegara hozir mana 2 metr, mana 10 metr. Lekin bu ikkilardan tang shebi. Yo'q, sen 2 metrda sen 10da 2 ga shebilik qilib olalaysa, mana 8 ga ololadi demaymiz. Ala tara ennehu law infarada ahaduhum akhadha al-jami'. Qaraman saraydi. Agar ikkilan emas, biridan bulab qolsa, birisi masalan 80% tema tutash olgan bir qo'shna, men olmayman dedi. 20% tema chaplashgan qo'shna men olay desa, o'sha o'yini hamma oladi dedi. Birisi tanazul qilib qolgan taqdirda. Fadalla ala istivaihim fi sabab. Undan keyin bu yerda qo'shnidachilik sababidan shepilik haqqi kirishda bular o'xshash bo'ldi, tang barobar bo'lib ketdi. Va kadal ma'na yashmaluhum. Shundaqla mush mazmunmi ashu biz degan hikma min mashru'iyyat al-shuf'a degan mush mazmun ashularni o'xshash o'z ichiga oldi. Va huwa luhuq al-adha, aziyat etish. Ashu 2 metrda qo'shni bo'lgan kishiga aziyat etamda aytmamda aytadi. Fayastavuna fil istihqaq. Lekin shepilik haqqi talab qilishdimi? İspatlanıştımı tang baravar buludu. Ve keda law kana lahuma jarani ahaduhuma mulasiqun min thalath jawaniba wal akharu min janibin wahid. Ndaqla ikki qo'shna ekan. Bir qo'shna uyininki 3 temiga chaplashib turadigan uy ekan. Yana birisininki bir tarafiga chaplashib turgan uy ekan. Bu ikkisi o'xshash. Fa sawa. Bu ikkisi tang baravar. Listiwa'i ma fi luhuq ad-darari was sabab. Aş iki narsada tang baravar bo'lganlik uchun birincisi al-ittisal, ikincisi luhuqul adad dedik. Dalke bu yerda Hanifi mazhabning qarashida mushu shepilarninki nesivelarning yoki tam qo'shninninki tutashlik doirasining miqdorining ortiq kam bo'lishi qaralmaydi. Shepini har birisini bir shepi deb muomala qilaveramiz deb qaradi. Bazı ulamalar persentiga qaraymiz galiba. İmam Şafii ve İmam Ahmed bir qarashda shunda degan. Bunun bazı misalları var mesela, şeriatning bazı ahkamlarida. Mesela o'g'il qizga al-atiya lil avlad desa, bazı ulamalar o'g'il olsun, qiz olsun o'xshash berish bor deydi. Lizaga mesela hazbul unsayn. Yani mirasning ahkamlaridami bazı bir misallarda lizaga mesela hazbul unsayn bo'lmaydi. Erzekar olunsa seva bulduğu ahvallar var. Ve bir yerde sebep güçlük olsun o tan aldığın ahvallar var. Muşumun şundarak mezmununda.
Şerik sani qaraymiz, bunda şerikchilikninki %% ya miqdori qaramaymiz ekan. قال وإذا علم الشفيع بالبيع ينبغي أن يشهد في مجلس علمه على الطلب. أنا وشو شفينينki şefilik talep qilish sharti qachon bo'ladi? Ya o'zi ustida qarab turgan bo'lsa, qarab tursa birisiga sotdi. Qochidan aqim bor deb. O'zi bilgan bo'ldi. Yoki ikki kishi yoki adl bir kishi faloni qo'shnilari o'yini setyapti, sheriklari nasibasini setyapti deb xabar qilsa, shu chaqda shefininki talab qilishi lozim. Ya men shefi kelmayman, olma bo'yni. Yanbaghi an yushhida fi majlis ilmihi ala talab. Bu odamda yushhida debdi, bu guvaltish degan mazmun bo'lmasmi, lekin shu yerda bir talab qo'yish lozim. Men shefilikka qo'la olma, boshqadan az bo'lmaydi deb deyish lozim. Fi majlis ilmihi debdi, ya'ni shu xabarni anglagan, shu xabarni uqqan so'rinning dasfida deymiz. Shu majlisning dasfida anglagan hamon ifoda bildirish lozim. Ala talab, o'zining talab qilganligini bildirib qo'yish lozim. Lekin bilmizcha, qachon bilsa shu chaqda talab qilish haqqi bor. Hozir satdi, lekin bir yildan keyin uqdi bu. Uqqan chaqda haqqi bor. Lekin uqmasa, texa o xabar topmagandan keyin shefilik haqqi qo'ldan ketmadi deymiz. Qo'p, uningdagi vaqt o'tkazib qolsa shefilik haqqi qo'ldan ketibdi. Undan keyin o'shada yanbaghi an yatluba fawran deymiz. Shunda demakchimiz kitob. Darhol shefilik haqqi ma'luma deb ifoda bildirishi lozim. Va hada talabul muwasaba. Mana bu sakrab chiqib, chacharab chiqib, gachchida talab qilish deb biz buni deb bo'ldik. Va huwa alal fawr mana. Bu yejibi alal fawr. Yani bu ixtiyoriy deydi. Yani bu xalab qolsa, shefilik haqqini talab qilmoqchi bo'lsa, darhol ifoda bildirish lozim. Qala sallallohu alayhi vasallam ash-shufatu liman wasabaha. Bu mavquf rivoyatlar marfu isbotlanmagan. Shufa darhol ifoda bildirgan kishi uchun isbotlandi dedi. Va qala sallallohu alayhi vasallam inma shufatu kanashtati iqal. Ana mush alal fawr deganga shefilikni darhol xabar topgancha darhol talab qilishi lozim deganga mush asarni dalil qilib akeldi. Inma shufatu kanashtati iqal. Nashta degan yeshitish degandaka. Chigish ya yeshitishni ko'rsatgan so'z. Nashattul habla ay aqadtuhu va anshattul iqala halaltuhu. Nanikan bu bir tashbih desak kanashtatul iqal. Bu o'xshatish bor. Kechikib qolsang bigalab ketadi demakchi. Gachchida chigib olsang hisob, bo'lmasa shunda qarab tursang qo'ldan ketadi degan ma'noda. Bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ahvolini bayon qilib, ka'annama nushita min iqal dedi. Iqal degan aslida tugininki cho'ktugan chaqda tizga sep qo'ydigan bir bo'g'ichdek narsa. Ama arablarga ro'mning usti qo'yildi-ku. Ash iqal aslida bu arablar davomli ishlagan bo'g'achqa tuginayda ketib turib cho'ktudi. Yani u qovab ketmasin deyish uchun g'achcha tizga unda ishga yegib qo'ysa, sizni ruslanmaydi, qovonmaydi. Shunga hozir davomligimda yog'achcha qalab qistiroldi-ku menga. O'xshash bir ish odat bo'lib qolgan. Bundan keyin şey kanashtat iqal in qayyadaha thabatat. Shu chaqda qachida bag'livasa isbotlandigan bo'lmasa qo'ldan ketib qoldigan narsa. Bu-mu ojizroq rivoyatlar. Warwiya an Muhammadin rahimahulloh annahu alal majlisi. Imom Muhammad rahmatullohi alayhidan kelgan bir rivoyatda bu Navadir rivoyat Ibn Rustam Navadir rivoyat qilgan annahu alal majlis shu o'tirashdan qovib ketmaganlar bo'lsa ixtiyorligi bor. Shefilik haqqi qo'ldan ketmaydi. Biz buni o'tganda bir bayon qildik-ku. Imom Karxiy musho Imom Muhammaddan kelgan qarashni tarjih qildi. Karxiy ixtiyor qilgani bu muqayyad bi majlisil ilm dedi. Yani bu alal for degan qarash bu Imom Muhammad al-Asl degan kitobida bayon qilgan sahih rivoyat. Undan keyin buni Hanifi mazhabning ammatul mashayix oldi. Bundan keyin mushu ixtiyorning mushu muxtar va ixtiyorda birinchi tanlagan qarash qaysi? Al-Fur degan qarash. Hanifi mazhabning umum ulamolar tanlagan qarash shu va mush qarashning o'zi jumhurning qarashi dedik. Shunama Imom Malik lam uni azad vaqt bor deb qaragan. Uningdan boshqa qarashlar ham bor.
Yani bazı iş kıl karışva alal for. Bu hani bir mezhebden İmam Muhammed bin Hasan Şeybani el-Asl diyen kitabıda bayan kılgan sahih rivayet, zahir rivayet. Biz zahir rivayetine 6 kitap dedik o. İmam Muhammed'in 6 kitabı. El-Cami Sagir, El-Cami Kebir. El-Siyar Kebir, El-Siyar Sagir, El-Ziyadat, ondaki El-Mabsut. El-Mabsut diyen kitap, El-Asl diyen kitap şu. Ne anke bu zahir rivayet deyimiz. Ahmetül Meşayih zahir rivayetini aldı. İmam Karhi Navadirni aldı. Muqayyad bil meclis deganni tanladi. Li'annahu tamlikun. Çünkü bu bir narsani bir ega bo'lash deydi. Tamlik degan ega bo'lash deydi. Tamalluk. Boshqalar ega qilish emas, tamlik. Yakanda shebilik haqqini tanazul qildim, olmayman deb qolsa, boshqalarga tamlik bo'lishi mumkin. Lekin tamalluk fayahtaju ila tarawih va nazar. Undan keyin biroz bir o'ylanib, sal o'zini to'xtalishga ehtiyoji bor. فلا يبطل خياره ما لم يوجد منه ما يدل على الإعراض. Onundan red kıldığına bir ifade çıkmışsa, şu sorunun kopup ketmeyenler bolsa, sorunun ahir kadar davamlışı doğru değil. Kehiyarul kabul. Mesela ma oyna sizge manşpulu sattım. Alamla dese, ay sorundan kopup ketmeyenler bolsa keyin alaman dese zaptı o. Şunun okşaş. Vel muhayyara, muhayyaranı biz birine çıkıntında tuttuk. Ayalığa İhtiyari nefseki dese, ben de öyle tutmasa özünüz tallan da ihtiyarlık varsa bu ayal şu sorunun kopuk boğaça ya ki onundan i'rad kıldığın bir ifade boğaça ifadesi buldu. Şunu okşaş deydi. Yani biraz bir maslahat kılışka ihtiyacı var iş olgandiken şu sorunun ahir kadar fırsat vermez. Bunlar alal for degine meclisinin aşu haberni ıqqan çığda başlanışında ifade bildiriş lazım degan o'qirash. Mavo meclisin ahir kadar ifade bildirish haqqi davomlashi degan qarash. Ba'zi ulamolar masalan 3 kun, 1 ay, 3 kun deb bekitganlar bor. Fa in lam yushhid ba'da at-tamakkun minhu batalat. Ana ashuni anlagan chaqda ba'zi kishilar anglaplanmasan, hushidan ketgan bo'lishi mumkin. Ha? Tamakkun mumkin emas. Yarım saatdan keyin hushiga keldim, 1 saatdan keyin doktorxonaga borib hushiga keldim masalan. Yoki u ifade bildirilmaydigan bir holatdimi? Hojatxonada turib anlagan bo'lsa, ya namoz turib anlagan bo'lsa, u chaqda ifade bildirilmaydi-ku. Bunda ifade bildira oladigan tunji minutlarda darhol ifade bildirsa bo'ladi. U chaqda bildirmasa, shebilik haqqi bekor bo'lib ketdi deydi. Batalat yani fi avval al-meclis demekçi. Li'annahu dalilul i'rad. Çünkü ifade bildirmaydiga men shebilik haqqini talab qilmayman deganlikning isboti. Wa la yabtulu khiyaru idha hamidallah. Ashganni Allohlam masalan alhamdulillah debdi. Desa shebilik haqqi tushib ketmaydi deydi. Çünkü bu elhamdülillah degan bir dua, yak bir shukr qilishdan iborat. Ani bo'lsa ashxo'shnamdan qutibman ya elhamdülillah degan bo'lishi mumkin. Yak bir so'zni demoqchi bo'lsa, iftitahul kalamda tabarrukan degan bo'lishi mumkin. Aw sabbahu subhanallah debdi. Subhanallah degan masalan ta'ajjub bo'lishi mumkin. U ajab menga xalqimga setibdi ya subhanallah degandek bir gap bo'ldi. Aw sallama yoki shu xabarni anglablam, shunda anglablam u qo'shnisi va boshqalar bayada shebilik haqqim bor deyish uchun assalomu alaykum ma xo'jam nima setibdikan shebilik haqqim bor deyish uchun gap qilish uchun salom bergan bo'lishi mumkin. Aw shammata degan gap qilay deb turishiga tushkirsa yarhamkalloh deb shebilik haqqim bor desa ajrni qilib andan bergan degan bo'lishi mumkin. Bu sözlerinde o shebilik haqqini bekor qilib o'tmaydi. Bunchilik ham jindek bir vaqt, zurul bir ishlar bo'lib qolsa qilib o'tib, andin shebilik haqqi talab qilsa bo'ldi. Li'annahu la yadullu alal i'rad. Chunki bu shebilik haqqidan voz kechganlikni ko'rsatmaydi. Ba İmam Muhammed Navadir rivayette agar salom berib qolsa, masalan sizin xo'shlilari o'yini satdi deb biraylar xabar qildimi? Shunday ne o'tgan bo'lsam, sizga hozir beriblam, shebilik haqqim bor, xo'shnamni setib deytdim-ku. Sizga shu gapni qilmoqchi, assalomu alaykum. Shebilik haqqim bor deb xo'shnamni setib deyishdim. Salom berib qolsa, shebilik haqqi bekor ketdi degan İmam Muhammed Navadir rivoyatda. Mazar rivoyatda al-for degan ekan, bu ma ishla favriya taqashmaydigan ishlar demak. Bu ham zo'ril bir ishlar.
Zürü kıldı. İslam adab ahlak Resul'an körüşüp yapılmak için Esselamu Aleyküm da mesela. Teşmit-ül atis şunama. Ya kendi bir sözün başkanında kulli şeyin lem mübda bihamdillahi fe huve aqta diyendek nimul boğan iken ma bununla daxil etkizmedi. Lekin şu şebilekin talep kıla alaydigan halatda hiç qanday to'salg'i, shar'iy to'salg'i yo'q. Jismoniy to'salg'i yo'q. Anda holat turib talep qilmasang u chaqdan tushib ketadi demoqchi deydi. Hali mecliste bo'lib salom bersam deyingan spesifik bo'ladi. Ya hozir Imom Muhammaddan ikki rivoyat keldi. Al-asl degan zohir rivoyatda, unda al-for. Ikkinchi Navodir rivoyatda li akhiril majlis dedi. Hamda maktabda al-for deganni hisob qilib ma'lumot hozir. Mush gap hozir fallam yushid ba'da tamakkun minhu batalat degani shu al-for deganning ustida ketib qoldi. Bunda desakmi, bunda zo'ril bir og'iz gap so'z bo'lib qolsa, u bekor qilib o'tmaydi, taqashmaydi dedi. Lekin Imom Muhammaddan kelgan g'ayri zohir rivoyatda shu al-for deganga asosan salom berib qolsa, shiblarga yaqin talab qilmasdan salom berib, rahmatulloh, assalomu alaykum deb bunda 5-10 sekundni o'tkazib qolsa, shiblarga bekor qilib degan qarashmi kelgan. Bavamda xuddi 3-qarashda ekan bu. Navodirda chiqib keldi. Navodirda li akhiril majlis, muqayyad bil majlis degan qarash keldi. Ondan zohir rivoyatda al-asl degan keldi. Endi asl degan qarashga asosni ketib salom berib qolsa, mush qarashga salom berib qolsa, bekor degan so'z yana bir Navodirda keldi deydi. Wa kaza iza sa'ala anil mushtari wa kamiyat ath-thamani wa mahiyatihi. Shundaqla falana qo'shnilari uyini setib o'tibdi. Ya sheriklari uyini setib o'tibdi. Kimga setibdi? Nech pulga setibdi? Dollarga setibdi, yangimi deb manda so'rash qilsa, bu ta'sir etkazmaydi. Endi so'rab bo'lgandan keyin hamma narsa o'qib bo'lgan ekan, yo'q men shepilga qilaman, men talab qilib ma'lum o'yna desa bo'ladi deydi. Li'annahu dalilut talab. Chunki bu oshnasini ko'chlab so'g'anligi nimani bildirdi? Bu o'yni og'isi bor ekan, o'zining deganini bildirishi mumkin. Chunki insonda ba'zida obdan kishidan bizsa setib olgan bo'lsa, mayli u kelib qo'shnan bo'lsa bak yaxshi deyish mumkin. Lekin yana bir odam olib qolsa, yo'q u kammisimi, uyni ma'lumi deyish mumkin. Endi bahodim shunda 100 ming ko'ga setayotgan bo'lsa, yo'q ma'luma deydi. Lekin 1 million sotgan bo'lsa, qimmatga tutdi. Men amma aytdim zot deyish mumkin. Undan anasini so'rashi tabiiy. Uni ruxsat qilamiz deydi. Yani walau kana fil arba'ati ba'da al-juma. Jumadan keyin 4 rakat o'qish sunnat desak, masalan, 4 rakat sunnat o'qiyotgan bo'lsa, aw qabla zuhri yoki peshimdan ilgirki 4 rakat sunnat o'qiyotgan bo'lsa, 2 rakatni o'qib bo'lib turishiga biraydan sirtdan yugurib chirplam, masalan, ashadamning o'g'li ya og'ayni sirtlam, "Voy falan hacım, sizning qo'shnilar, sheriklari uyni setibdi" dedim ha. Ya'ni bu namoz turib 2 rakat o'qib bo'lgan chaqda, 3 rakatga turay degan chaqda angdi buni. Algan bo'lsa, namozni buzmay 4 rakat to'liq o'qitib qolsa, shepilik haqqi tushib ketmaydi deydi. Yani bunda qarasak, bu farz namoz o'qiyotgan chaqda xabar berasiz-ku. Farz namozni to'liqlab o'qish lozim. Bu bo'lmaydi. To'liqlab o'qigan taqdirda bu 2 rakat o'qib bo'luvchi ifoda bildirmida shepilik haqqi tushib ketdi demaymiz. Salom bergandan keyin andin shepilik haqqim bor deb talab qilsa bo'ldi deymiz. Chunki namozni buzsa harom. Undan keyin bu shu chaqda ifoda bildirmaslikda ma'zurdir, shunami? Vojib namoz bo'lib qolsa, farzga o'xshash. Chunki vojib amal jihatdan farzga o'xshash. Agar sunnat namoz bo'lib qolsa, sunnatni ravotibmi mushunga o'xshash. Mana kitobda misol bergan nima? Sunnat ravotib demakchi. Sunnat muakkada, ravotib bu amal jihatdan vojibga yaqin bir narsadir. Ya'ni bu narsa shunami? Vojibga yaqin bo'lgan ekan, vojibning mazmunida bo'lgan ekan, buni to'liqlab o'qitish lozim. 2 rakat sunnat bo'lsa 2 rakat to'liqlab o'qiydi. 4 rakat bo'lsa 2 rakatda to'xtamasdan 4 rakat qilib to'liqlab o'qiydi. Yana masalan 4 rakat sunnat o'qimay turib, jumadan salom berib bo'ldi. Hamda 4 rakat sunnatni o'qiydi deb turishiga xabar qilsa, sheriklari ya qo'shnilari o'yin setib tutib qolsa, bu quboblam ifoda bildirmasdan qubob quloqqa qilib 4 rakat sunnatni o'qigan bo'lsa, yana buzilmaydi. Agar 4 rakatdan keyin yani 2 rakat o'qib qolsa, anning buzildi. Al-arba'a qabla zuhr. Sonra ravotib.
Ya şu ma'luma deydigan shirk, aşı qo'shnisinin shirkining nesibasini satqanligini qanday chaqdi bildi? Namoz o'qiyotgan chaqdi bildi. Namozni to'liqlab o'qib, anday faldi bildi, kechikkan bo'lamdi bu mumdo. Shibilik aqshib ketamdi desa, farz, vojib va sunna muakkada ravatib bo'lib qolsa, namozni to'liqlab o'qisa, undan keyin ifoda bildirsa, shibilik haqqa tushib ketmaydi dedim. Yani bu yerda "Walau zada ala rak'atayn fi ghayriha min as-sunan batalat" deydi. Zahir rivoyatga asosan sunanir ravatib ya sunan muakkadadan boshqa an-nawafil mutlaqa mustahabbat mushunda namozda 2 rakat ortiq o'qib qolsa, 2 rakat o'qib turishiga ashunda xabarni oldimi? Shu joyda salom beriblam, shibilaga qimba deyish lozim. 2 rakat 4 rakat qilib, undan yana 2 rakat o'qib bunda qilsa, shibilaga qo'ldan ketdi deydi. Nafil namaz sünnet derecesiga yetmaydigan namazlarda 2 rakatda bo'g'ab ifoda bildirishi lozim. Nafil namozning o'zida ba'da shuru'dan keyin bu vojiblikdan Ya 2 rakat to'liqlash vojib desak, 2 rakatdan keyin to'xtatishing lozim dedi shu. 2 rakatni ayrim qilsa bo'ldi. ثم هذا الطلب إنما يجب عليه إذا أخبره به رجل عدل. مشو طلب المواثبة ده. Birinci kadar ifade bildiriş ve talep kılış ise talabul muhataba. Muş talep kaçan aşında ifade bildirip talep kılış lazım ise öyünün setilganlığını adl yani ravurs takvadar kişiden birisi fasık olmayan kişiden birisi haber verip kalsa. Ya ki ahvali fasık ya takvadarlıkını biz bilmeydiğen mestur kişidir ikisi dep kalsa. Ev raculun ve imraatan ya ki bir iki ayal haber verip kalsa andın şu çağda ifade bildiriş lazım deydi. Bu nimede ibaret? Aş haberini elip gelgen kişinin ravininki halti qanda buluş lazım degan şart çetişti. San jihatdan bo'lsin, sifat jihatdan bo'lsin. İmam Abu Hanife rahmetullahi alayhining nazarida al-mastur kal-adl bir rivoyatda mastur kishi shu taqvodor kishiga o'xshash, ya'ni solih kishiga o'xshash deb qaraldi. Unda aytgan Shafi'ninki shu uy savdosidan xabar tepishi o'zi bevosita ustida turib xabar tepishi mumkin yoki boshqalarning xabar berishi bilan xabar tepishi mumkin. Lekin aş xabar bergan kishida boshqalar orqali o'qigan bo'lsa, xabar bergan kishida al-adala val adad shart qilinadi. İmamlarımız yani ashabına ixtiloflashgan. İmam Abu Hanife mush ikki narsaning birisi tepilishi lozim deydi. Ya adalat tepilishi lozim yoki adad tepilishi lozim. Bir kishi o'zmi adalat o'zmaydi. Adl bo'lmasa, fasq bo'lsa, ikki bo'lishi lozim. İki bo'lmasa bir yoki bir erning o'rnida ikki ayol bo'lishi lozim deydi. Sahiban bunda adadmi, adalatmi shart qilinmaydi. Undan keyin bu imomlarimiz ittifoq kelgan bir o'rin bor. Rajulun adlun xabar berib qolsa yoki ikki adl xabar berib qolsa hisob bo'ldi deydi. Bil ittifoq. Bu chaqda Shafi'ninki xabar tepishi vujudga chiqqan bo'ladi. Ve indahuma sahibenin nazarda yakfi haberul vahid. Bir kişi uçurgan bolsa şu yeterlik. Adl olsun, fasık olsun. Adalet şart emas. Raculan kana umra. Bir olsun, bir ayol olsun. Ev sabiyan, hatta sebi bal olsun buldu. Hurran ev abdan. Bu bir kişi hür olsun yoki qul olsun o'xshash. İza kana al-khabaru haqqa ma qaydamda. Ay bir kişi, bir insan dedi, bir insan xabar bersin. Çoğun olsun, kichik olsun, er olsun, ayol olsun, hür olsun, qul olsun, fasık olsun, taqadar olsun, bir insanlam xabar berib qolsa, ahol qaraymiz. Ash xabar rasmi, agar rasul olib qolsa, shu xabarni anglagan hamon ifoda bildirish lozim. İza kana al-xabaru haqqan. Yani bu amaliyotda rast ashunda vaqa bo'lgan bo'lsa, xabar beruvchimi rasul bo'lgan bo'ldi. Natijada xabar berish vujudga chiqqan bo'ldi. Ashunda aholi kichik bolalar masalan
xabar bersa, bir sabibala yugurib 7-8 yosh xabar berib falan universitetda desa, shuncha ifoda bildirmasa, shibilik haqqa tushib ketdi deymiz. Sahibaning nazari bo'yicha. İza kana xabaru haqqan, yani al-haq amaliyatda, haqiqatda shunday bo'lgan bo'lsa. Lekin yolg'on xabar olib qolsa, u chaqda ifoda bildirmagan bo'lsa-mu, shibilik haqqa tushib ketmaydi. Va tamamuhu yatika fil vakala. Bunun münasebet bardak ahkamlar to'liq holatda vakolat babini qildi. Masalan, vakolat babida birsini vakil qilishni ama vakil qilib, men vakil deb falonning advokati deb bir ishni qilyotdi. Birisi kelib bir pas qilib, yo birisi kelib sizning muvakkil vakolatdan ilvatda deb xabar qildi. Bunda xabar qilsa, bu vakil aşadan ishonsa, rost deb qarasa, vakolatni shunga oxirlashtirgan. Agar vakil yo'qsa, yolg'on aytdan ishonmayman deb qolsa, va Abu Hanifa rahmatullohning nazarida u vakolatdan chiqib qolmaydi. Vakil turaverdi. Sahibaning nazarida aşadanning bergan xabar rasululloh qolsa, pas bo'lsa-mu, shu chaqdan e'tiboran vakillikdan qolgan bo'ldi deydi. Val mu'tabaru at-talabu duna al-ishhad. Yani şu şibilik haqi talab qilish masalalarida biz talabni ikki turlik bo'ldi degan. Shunama, birinchisi talabul muvataba, buni uysiz bo'ldi deb xabar topqanaman talab qilish lozim dedik. Şibilik haqi isbotlanishda mushu talab asos qilindi. İkincisi talabut taqrir vel ishhad. Buni biz birinchi talabni hujjatlab qo'yish, putlab qo'yishdan xolis qilib qo'yish bo'lgan narsa dedi. Bundan keyin bu yerda guvaltish masalasi asli shart emas. Şu talabut muvasabaning to'g'ri bo'lishining shart emas. Shart emas bo'lgandan bu talabul muvasaba qildi. Xabar topgan chaqdilam gachida haqqim bor dedimi? Shibilik talab qilma dedi. Desa uyini satgan qo'shnisi, shirki yoki setib oluvchi rasmiy shuni haqqi bordi. Desa o guvaltishning hojati yo'q. Bu guvaltish qachon foydasi bor? İnkar kılıngan ahvalda. Yani talabul muhasebe kılmagansan, öz vaqtida ifoda bildirmagan deb qalsa, andan shu chaqda foydasi bor. Va innamal ishhadu lil isbat. Guvoh qo'yishgan faqatlam shuni inkar qilgan chaqda qo'shnisi yo shirki yoki uyni setib oluvchi, "Yo'qsan shibilik haqini talab qilmagandan o'z vaqtida uqib turib" desa, shu chaqda ishlatish uchun putlab qo'yib qildigan ish. Hatta law saddaqahu al-mushtari ala at-talabi la yahtaju ila shuhud. Shuna o'yin satagan kishi asli shu chaqda uqiblam shibilikka talab qilganlar deb e'tirof qilgan bo'lsa, ashadan gapi rost desa, guvohtish hojatsiz. Qozining oldida shu e'tirof qilsam kifoya. Ishaychi bo'lsin. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.